Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men endi bo'shab, endi internetga kirishga vaqtim bo'ldi. SMS yozganlar juda ham ko'p. Prosta men bo'shab olib, keyin yozaman sizlarga, chunki men bitta endi kutayotganlar, o'zidan kelganlar yosh kattalar ham juda ham ko'payib ketdi bugun. Keyin meni xursand qilgan narsa, Surxondaryodan ikkita patsientkamiz kelib, yoshlari katta, ikkaloviligini ham kutib, mana bu yoqda chiroyli gaplar gapirib duolar qilib ketishdi. Men mazza qildim to'g'risi, chunki juda ham ko'p odam ichidan meni tanlab kelishgani bu men uchun juda ham katta baxt hisoblanadi. Bitta narsa menga nima deydi, ta'sirlantirdi. Aytib o'taman shuni ham. Bitta patsientkamiz aytdilarki, "Farangiz, iltimos, men ancha-muncha odamning ichidan sizni tanlab keldim, meni aldamang" dedilar-da. Aytib o'tmoqchiman. Qizlar, ayollar, men umuman odamning kiyimi, ko'rinishi, qanaqa holatdasiz, qanaqa insonsiz, menga uni qizig'i yo'q. Siz muolajaga pul to'lab olasizmi? Men o'sha narsani sizga 100% qilib berishim shart. Birovni aldab, birovni haqqi menga umuman yoqmaydi. O'shancha xavotir olmanglar.